Assalomu alaykum qaddi baland qadrdonlar. Xo'p, bu bo'sh suvli obyektimizda ishlatilgan mahsulotlarimiz Dietrich 65 kilovatli MSA kotelimiz. Ko'rishinglar mumkin. Biza bu yerda qilgan ishlarimiz. Xo'p, har bitta konturimizni boshqaruvini birinchi etaj to'pli pol, ikkinchi etaj to'pli pol, radiator birinchi etaj, ikkinchi etaj hammasini alohida programma kotelimizni o'ziga bog'laganmiz. Konturlarni alohida, har bir etajimizni boshqaruvi alohida. Xo'p, keyin bu yerda ishlatgan mahsulotlarimiz Madas Italiya mahsuloti filtrlarimiz, расширительный baklarimiz Aqua System bo'lgan. Ko'rsizlar. Nasoslarimiz Italiya DAP. Eng qizig'i yana ustalarimizga juda bir go'zal ish jarayoni kechayotgan kranlarimiz SR Lux kranlarimiz. Soldatga o'xshab turibdi, qalay. Nima deyapti bu? Nima deyapti? Keyingi ishimiz issiq suv ta'minoti. Bizada kotelimiz prioritet boilerim. Xo'p, boiler boshqaruvi o'zida. Xo'p, boilerimiz 300 litrli boiler qo'yganmiz bu yerda venta. Xo'p, retsirkulyatsiyamiz 3 ta kontur, issiq suvimiz 3 ta kontur. Xo'p, ko'rib turganinglardek boilerimiz orqasida bezopasnostlarimiz. Xo'p, zimiyliklarimizga vozdux sbrosniklarimiz hammasi qo'yilgan. Bu yerda bizada keyingi etap sovuq suv. Sovuq suv kirishimiz filtr bilan yonkistga tushadi. Xo'p, yonkistdan nasosimiz DAP EasyBox Mini chistotniy nasosimiz. Nasosimiz olib, bu yoqda filtratsiyamiz ko'rib turibsizlar. Monster filtratsiya qilib, sistema отоплениyaga, uyga batamom filtrdan o'tgan suvimizni jo'natyapmiz. Xo'p, ishlarimiz kimga qiziq bo'lsa, pastda kontaktlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.